Ko'rayotganinglar Aylanaz Guruhi nomidagi Tamoq pishdi programmasi. Aylanaz Guruhi qarmog'idagi yemak-ichmak so'rinlari va Baburbodiy chiniqish markazi sizni qizg'in qarshi oladi. Tamoq pishdi programmamizni Xinjiang O'zchin yemaklik cheklik shirkati O'zchin taom qurishlari alohida qo'lladi. Hayotda shirin xiyollar bo'lg'inimi yaxshi. Ammo har narsaning normal bo'lg'ini yaxshi. Jinshang ichimlikini ichib turishni unutma. Elimizdagi dangliq korxona Huabi dorigarligi ishlab chiqargan Aylanaz Jinshang ichimligi. Aylanaz Jinshang ichimligi. Xinjiang Aylanaz Guruhi. Jinshang Lezzetler kalsın tembel dilinizde, bu huzurlar dilinizde. Bu şirin telsiz yerler, Özçin bulsa her cayda. Xoşallık ailenizde. Özçin yürüyüşükten tehdit kolları. Gülbağının gülü sana, çınışkını bilsana. Gülbağının gülü sana, çınışkını bilsana. Gözlerimiz uçurasa, yer astıdır külü sana. Gözlerimiz uçurasa, yer astıdır külü sana. Çırayla gülüm. Gülüm sevgilim. Çıraylık melodiye vay karıkam. Vay şunda mı? Kıdım ağlasamış. Diyarsız ısınıyorum kep getirdim. Vay gepini kılma. Müzik nakşılarımız. Adam bir bulup olmaşmış. Bana şunda şok. Suluk nakşılar. Turamayısız ha? Ben fakat duramay kalıma. Farida ben sizden bir soğal sorab bakay. Kim soran? Çalgılarımızdan siz kaçını bilsiz? Bu bizimki Xinjiangning yerlik musikalari ishlatilgan an'anaviy cholg'ularning turini aytib ko'p qo'y. Sanab bersam, ana dutar, tambur, satar, g'ijak, xushtar, nay, sunay, dumba, dop degandek qil deyaldimi? Qil jiqin deyaldingiz. Çalgılarımızın sani intayin köp. Turmaydi köp. Mana şu muzikalarni anlasangiz, adamning ruhini urg'itadi, shundaqmi? Men mushlarning ichidagi qaysi chalg'uni bakrak yaxshi ko'rman bilamsiz? Qaysini? G'ijak. G'ijaqni nihoyatda melodiyasi yaqinlik dana g'ijaqniki. Buningdan chillib chiqqan muzika nihoyatda kishiga huzur berishlaydi ekan. Gapingizga qaraganda bugun keldigan mush mehmonimiz mush g'ijak bilan munosabatlikmi? Qanday baraka? Gapimdan gap qilishib bilib oldingiz a? Bilib olman-ku. To'g'ri. Bugun bizning tamoq pishdi programmamizga alohida taklif qilgan mehmonimiz mashu o'zi yosh, talantli g'ijak ustasi Adila Mahmud. Tashabbus. Yaxshimisiz Adila? Yaxshimisiz. Boya Akbar akamchu, mush g'ijak bilan munosabatlik deganda, "Hey, Adila kelib qolandi, qanday desam?" deganimdek men degan Adila keldi. Adila bilan biz tanishimiz. Adila bizniki hozir yosh iqtidorli mushu g'ijak chalg'uvchimiz. Mening bilishimcha Adila Xinjiang san'at yo'linidan keyin musiqa o'rindash kasbini bitirgandek o'qish bitirgandan keyin Xinjiang san'at yurti milliy orkestr o'mikiga chiqib ketgansiz, shundaqmi? To'g'ri. Adila mushu Xinjiang ichida bo'lsin, mamlakat ichida bo'lsin, nurg'un cho'ng tipdagi mahsul kechiliklarga qatnashdingiz, musobaqalarga qatnashdingiz. Bu jarayonda og'am mukofotlarimni xeli jiq degan bir gapirikasiz. Asosan Xinjiangda o'tkazilgan butkul muzika musobaqasiga qatnashdim desam, bular ketimliqni qo'ldim berdim. Birinchiliklarni olamiz, Amerikan asosiyatining 2-chi, 3-chi, andan keyin cho'ngzoq musobaqalarimiz bor, ularda yushu degandek. Bu natijalarmi, oson natijalarmasdan. Anglashimcha, o'sha Adilaning oshpazlik hunarining ajoyib qolsa. Lekin faqat tepish fursat bo'lmaganda, mana bugun endi o'sha fursatda bir namoyon qilgan fursat bo'ldi. Ochiq emas, lekin odatda normalda o'yin tamoqlarini asosiyatda etib ketalaymiz. Xo'sh, undaqda bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib bizning tamoq pishdi programmamizga qatnashib, bizga qanday bir esil tamoqni etib beray deb o'ylashdingiz?
Degan, men o'zimning bolalarim bek yaxshi ko'radigan ham ko'pchilikni yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Tog'i go'sht pisasidan. Mana. Go'sht pisasi. Qarang, aytayotgan chiroyingiz ketdi. Bas, intayin amroq tamoqlarning birisi bu. Qo'shindaqda vaqtni chim tutib tayyorlikni qilib olsak, undan keyin rasmiy tamoq yetishni boshlab ketgan bo'lsak. Koinotda plan cheksiz. Ammo bizda birli plan bor. Shinjong Aylin oz guruhi plan musiqali taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili, hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilingizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planetda qayerda siz desa, men planetda der. Aylin oz guruhi plan musiqali taomlar restorani. Qadimiy chino maylari. Ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar Aylin oz guruhi nomidagi tamoq pishdi programmasi. Shundoq programmamizni o'z uchun tanqirishlari alayda qo'llagan. Xo'sh, mana bizning Adilami patliqlarni taqab tayyor bo'lib qoldi. Endi bugungi shu aytmoqchi bo'lgan pisaga ketilgan materiallarni bir tanishtirib o'tamiz sizlarga. Un xamir turmizga avval un odatdagi undan. Undan qanchalik ketiladi odatda? 410 gram atrofida. Hozir mush bir pisaninki miqdori shunday. Pisaning miqdori. Shu cho'nchinda 20 rak asal qildi ekan-da. Undan keyin tuz, azroq miqdorda shakar. Tuzdan 2 gram, shakardan 2 gram. Xamir turishimiz kichimdan, undan keyin zaytunli bo'lsa, undan azroq bir qoshiq. Undan keyin 100 ml suv. Undan keyin uni yana ishlatadigan saylardan ranglik lazla, kichik pomidor, mogo, undan keyin piyoz, eng oxirida yana ishlatadiganimiz mavo, pishlaq. Pishlaq, to'qi go'shti. To'qi go'shti. To'qining mayda go'sht ketirgan bunga. To'qining mayda go'shti tizishqim chiroyli chiqadimiz. Shu to'qining mayda go'shti yaxshiroq bo'ldi. Qarmosh, pomidor qiyobi. Aniki mendaq bo'lsa, o'yladi bo'lsa, agar bo'lmasa, ehtiyoj emas, bo'lib qolsa, pishlaq. Yaxshi ko'rishiga asosan. Yaxshi ko'rishi ham ko'rkam chiqishi uchun, işte zaytun bo'lsa, texi yaxshi bo'ladi. Zaytun. Bo'ldi, undaqda ketirgan materiallar bilan bir vaqt tanishib chiqdik. Endi birinchi bosqichni nima ish qilamiz? Hozir bilan xamir tayyorlaymiz. Xamirni qo'yamiz. Uni qo'ygandan keyin xamir turishini sap bo'ldiramiz. Undan keyin kichkina tuz. Tuzdan qancha qo'shib solamiz? Esatda kichik bal qo'shibda bir butun solsam bo'ldi. Yerimdan 2 soldim bal qo'shibda. Demak, bir qo'shiq tuz. Bir qo'shiq tuz. Undan keyin shakar ketadi shundami? Shakar. Mana shakardan qancha qo'shib? Undan mishinchilik atrofda. Bal qo'shiqda yerim holatda. Chunki bu birli pisada siz endi uyda qilsangiz, ba'zida xamirga qarab qilib 2 pisa qilsangiz, uning miqdorini yana o'z ahvolingizga qarab tansiz bo'ldi. 100 gram atrofida suv qo'yamiz shundami? Men bunda Adilaning xamir yug'urishlari qarab, qo'llari shundoq atgan. Shundaymi? Bu tamoq etishga haqiqatan ustida qilsiz jumasiz. Yo'q. Saz chalishga ustasiz, endi buni bilmaysiz. Siz g'ijak chalishni qanday bo'lib o'rganib qolgan? Mening oilam dadam shu san'at yurtininki, Naqshul Emakninki pensiyaga chiqqan muzikant Mahmud Tursun bo'ldi. Shu oilada men ismini bilsam, uyda dadam g'ijak chalgan to'q. Siz ikkinchi avlodsiz, axir. Men ikkinchi avlod. Shunda bo'lgandan keyin, keyinchi men cho'ng'ilib, ana qo'rolarda o'ynag'idek bo'lganchada asosan bizning o vaqtlarda konjiyanda öməklər, aylıqlar bir yerdə emasmı? Şuna oynagıçılıq kiribla dadamlarninki repetis qıvatqa yerlərə kirib, şu gecikəndən qepi bir yağaç qaplar, qaplarına suda oturublar da yağlam. Anındaki muziklərini ağılğaç pəylərlərini kögəş, zeriksək yəni çıxıb oynab deyənə, kiçigindən aşındaq bir gecək eləq. Aşqıl mühit. Emas, aşqıl mühiti çoğ olğan. Demek siz hesap baksanız qancha yaş vaqtingizdan boshlab rasmiy g'ijak tutib o'rganishni boshlagan? 9 yaş vaqtimdan boshlab. Demak, kichkinangizdan siz uchrashgan muhit shu muzika anglab, g'ijak anglab
cho'ng bo'lishingizga turtki bo'lib ekan. Bu g'ijekchilik jarayonida bu g'ijekchilikning sizga eng tas kelgan yeri qaysi bo'ldi? Buni öyrənişdən aldığım məzgil səbəb təs keldi. Bu kiçik balıq üçün məsələn bununki muqum avazı yox. Siz çağa pərdisi yox. Çağa vaxtınızda bu sınını çalsınızlar ama şu sınılan avazı çıxırdı. Onun suyu bunu şu aşın məşqinin özünü 20 il aparmızcı. Kamas tatışınkini. Pərdi basmay turuplam. Şundaq bolğandan keyin anandakı o bir pərdini bastınız həm də onun toğrunu biz üçün toxtamay kündə. Bir işini fəm fuq qılğandək şundaq. Təkrar məşqlərə muhtaç bo'lmasa işte məşqlər qılmız. Adam yo'q keyin qilaverib, bir nechalayverib, bilaverib, bizar bo'lib, oxir g'ijakni qilmoqchi bo'ldi. Boyandab ketmaydi. Qanchaga ketmaydi. Lekin boskashga vaqtimiz bo'lganmi? Yaqinda boskashga vaqtim bor. Ba'zi ketishni o'ylab baxtmidor. Yo'q. Boya Adila deb o'tgandek har qanday ish davomlashtirishga bog'liq. Muzikali emas, har qanday bir kasbda siz bir ishni yaxshi ko'rsangiz, shuni izchil davomlashtirib olsangiz, eng oxir cho'qim bir natija chiqadigan gap. Unda xos bu xemirni sug'urib bo'ldi. Hozir bo'ldirishga qancha vaqt ketadi? 20 minutdan 30 minut atrofigacha bo'ldirish vaqti ketadi. Bu xemirimizning yana ozroq vaqti bordek turdi. Hozircha biz mana boshqa tayyorliklarni qilib olsak qanday bo'ladi? Ma to'g'ri go'shtini biz tamlantirib olaylik. To'g'rining mayda go'shtini yapalaq qilib to'g'ri olamdi? Yapalaq qilib to'g'ri olsak, tizgan vaqtimizda chiroyli chiqadi. Endi qanaqa qilamiz buni? Buni tamlandiramiz. Buningga yana ozroq miqdorda tuz. Vallahi xavyonni yaxshi ko'ramizmi? Endi buni qaytishdagi maqsadimiz-chi? To'xonning ta'miga, anandagi rangimi qo'zg'ash chiqadi. Xavyo. Nima ekan? Qarmosh. Buni teksturlashtirib olamiz. Teksturlashtirib. Buni anandagi biz boshama bo'lsa, boshama o'rab saqlab qo'yamiz. Buni turg'izib qo'yamiz nima? Buning qanchalik vaqt saqlaymiz? O'sha xamirimiz bo'lib bo'lguncha albatta. Uni yana 20 minut atrofida. Buni amaliyot qanchalik uzoq qilsangiz to'xonning ichiga sinib kirsa, mana u. Yaxshi bo'ladi. To'g'ri xamo. Tam kuchlikroq chiqadi. Endi ko'ktatlarimizni bir aqqa to'g'rab, pisa tayyorlab qolaylik. Yong'on bosh to'g'rab. Boshqa cho'ng alatlarni to'g'rasa bo'ldi ekanda. Buni ham pisani ustiga tizimiz emasmi? Qo'rib nim qilmagandan keyin shu cho'ng alati cho'qim nipizroq bo'lish kerak bo'ladi. Nipizroq bo'lish kerak. Odatda xizmat shundoq aldirashtirib, shu uydagi bolalarimiz uchun to'liqcha tomoq etib beramiz. Asosan fursat bo'lsam, dam olish kunlari, valla uyda bor ahvolasida tomoq etaman. Amaliyotda shu oilada yig'ilib tomoq yeyishda odam his qilgan baxt tuyg'usi boshqacha bo'ldi-ku. Bolangiz yaxshi ko'rgan tomoqni assangiz, andan keyin u yegan vaqt xo'shalliqi siz uchun bir baxt qo'ydi. O'zingiz yemisiniz, mashlarning xo'shalligiga qarab yana bir xil rozimanlik bilan to'yib qolsiz. Bolalaringiz pek yaxshi ko'rganligi uchun siz jiqitsiz shuni pishib ketdingiz qo'ydi. Asosan shu bolamni yaxshi ko'rib yemdikin deb o'rgandimda men buni. Bolalar uchun va oilangiz uchun. Bolalar uchun to'g'ri. Saylan to'g'rab bo'ldi. Xamirimizni tayyor bo'lib qolgandek turdi. Oldik. Andan keyin biz qiyamli. Buni bir qachiq qo'yib, qarmish bilan tanishib olamiz. Endi shu pomidor qiyamiga oz miqdorda qarmish aralashtiramiz. Unda bo'lsa bizning bu programmamizni qo'llagan o'zchin tadqiqotlarning qarmishini ishlasak qanaqa deysiz? Menimcha men oilam ishni ishlataman, bak yaxshi. Ta'mi shunday yaxshi. O'ttirg'i elib. Endi pishloq salimiz shundaqmi? Ha, buni qanday salimiz endi? Tekshi holatda. Chassaqli bo'landa. Sochimizni. Endi biz tayyor qilgan go'shtimiz avval. To'g'ri go'shti. Bu vaqtda bu xili yaxshi bo'ldi. Rangni o'zgaribdi, ha? Endi chiroyli holatda. Bek tizib yotqizib olamiz.
Mana hazır. Üstüge lazım saldık ekanmiz ha. Lazım qo'yganmiz. Ya bu o'zingizning ixtiyoringiz. Men rangli chiqsin deb avval ast taraflarga rangsiz, oxirlarni üst tarafiga qizg'ish har xil ranglarni bunda. Bunun tamoqni men aytkichi ranglari bilan, sanatlari bilan tanlaychi. Har bir qilgan ishi shunchalik san'atlik. Biz qo'yib olgan ekanki bunisiga yana bir qatim mana pishloqdan beramiz. Ha. Bu eng muhimi. Siz amroq osh ustidagi pishloqni shu. Şu so'zlab. Biri 80 gradusda 20 minut pişirimiz bunu ya. Onun deyken bizning o'xshagan tog'gish pesarimiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, safa paqayli. Kainatda plan cheksiz. Ammo bizda birli plan bor. Şinjan Aylin Az guruhi plan muzikalik taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilingizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planetda qayerda siz desa, men planetda der. Aylin Az guruhi plan muzikalik taomlar restorani. Her faslning güzel bir hikayesi bo'ladi. Ana shu hikoyalar asdan chiqmaydigan ta'mlarni eslatib. Har qitim fasl ichimligini ichganda chanqagan dillarim huzur topgandek, fasllar qo'yniga singib ketgandek his qilaman. Tomuzdagi chanqaq dillarning huzuri fasl ichimligi. Xo'sh, undaqda bizning do'xobkimizmi 20 minut to'shib, bayam ting qilgan ovoz olganda. Qapaqandoq ko'rib. Paqala. Mana xo'sh, Adila ajr qilib tayyorlagan tog'gish pesasi. Nayt o'xshagandek turdi. Avval bir tetib ko'raylik, ha. Doq Ruslan bir xil shundaq musiq biraqtama qo'rilgan. Rasmo sağlam pishloqlar so'zliq turdi. Lekin ximir shundoq yumshoq, eri shundoq elastik qilgandoq. Ana mavliqi pandir qiyamninki ochiq tam bilan kirishib boshqacha bir xil fayslamjimo. Mana bugungi programmamizda Adila bizga naydi esil o'xshagan tug'ish pesasini eplab qolma, yana o'zinki turmush tajribalarini biz bilan o'rtoqlashib. Biz shu vaqtdan vaqt chiqarib oyliklar bilan billa o'z qo'limiz bilan o'zimiz yoqtiradigan taomlarni etib yegan vaqtimizda baxtning ta'mini haqiqiy his qila olamiz. Qadrli ko'rmanlar, bizning tomoq pishti programmamizning bugungi sonlari mana bu yerda oxirlashdi. Programmamizning oxirida programmamizni yaqindan qo'llagan qadimiy chinar yog'larga, fasl ichimliklarga, oqqosdan ochiq suvlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz. Pisa yegan vaqtimizda fasl ichimliklardan biraj kitum ichsak, naytdi. Yaxshi bo'ldi. Hisob ketdingiz Adila, aqchamizni qadrli ko'rmanlar, tomoq pishti programmamizning bugungi soni mana bu yerda oxirlashdi. Kelasi programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Hayotda shirin xiyollar bo'g'inimi yaxshi. Ammo har narsaning normal bo'g'ini yaxshi. Jinshang ichimlikini ichib turishni unutma. Elimizdagi danglik korxona Huabi dorigarligi ishlab chiqargan Aylin Az Jinshang ichimligi. Aylin Az Jinshang ichimligi. Xinjiang Aylin Az guruhi